Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 3-avgust 2026-yil. Bugun uzumlarimizni hosilini yig'ib olamiz. Bu naxotka Kalugina uzumimiz. Ko'rib turganingizdek, boshlar to'liq pishgan. 100% pishgan. Hozir endi bularni topib olamiz. Bergan bo'lsangiz, mana boshlari chachala bo'lib o'sadi. Donini qismaydi, o'zini o'zi siqib, yorilib keyin chirish ehtimoli kam bo'lgan uzum. Naxotka Kalugina yoki Chempion. Ajoyib uzum. Donlar yirikkina. Bu o'tgan yilgi tayon. Navbatdagi uzumimiz Aldik uzum. Bu 2 yillik daraxt. Shuni hosili o'tgan yili nishona hosil bergan. Mana bu yil ancha-muncha boshlarini qo'yib berdik. Uzib takamasdan mana boshlari qarang qanday yirik. Aldika. Ham bugungi kunga kelib to'liq pishdi. Hozir qirqib olamiz. Mana shu boshni o'zi 2 kilo chiqadi kamida. Qirqib olamiz buni. Navbatdagi uzumimiz Avatar uzumi. Bugun bitta boshini kesib olamiz. Mana holati. Bu o'zi sentyabr oyigacha turib beradigan uzum. Lekin tatib ko'rdik, ta'mini to'liq maza kiritdi. Bu yil issiq dimlar qizdirib yuborgani ham pishib ketdi. Avatar. Navbatdagi uzumimiz Landish. Ajoyib muskat ta'mli oq uzum. Bu ham chachala boshi chiqadi, donini qismaydi. Sitrus ta'mli muskat. Ajoyib.